Assalomu alaykum. Real Flight Simulator o'yinida samolyotlarga livrey tanlashning oson yo'lini ko'rsatib o'taman. Hozir bu yerda menda Pro versiyasi odamlarda Pro versiyasi yo'qlar uchun xuddi mana shunaqa ko'rinib turadi. Ya'ni pastki qismlar mana bu hozir pastki qismlar yopiq turadi va Flight Now'ga kiramiz. Bu yerda faqat 3 tagina samolyot ochiq turadi versiyasi, anaqa Pro versiya sotolmaganlar uchun. Shunda ham masalan pastda Pro versiyasi yopiqlar uchun ham masalan kirib livreyni bir ko'rish imkoniyati bor. Hozir men Pro versiyasidan ko'rsataman. Hozir esa internet yoqdik va o'zi yonda yana qayta Flight Now'ga kiramiz. Biz internet yoqqanimiz uchun Pro versiyasi yonda, chunki sotib olganmiz. Aircraftda ilakay samolyotlarda tanlaymiz istaganimizda va livreyga o'tkazamiz. Livreyda tepada o'ng tarafda yuqorida poyezd bor va uni bosamiz. Shu yerdan aviakompaniyalarning nomini yozamiz. Hozir A330 samolyotida yozamiz. Uzbekistan Airways, Uzbekistan deb yozsak o'zi topib beradi. Ilakay ikkita livrey topib berdi. Bittasi haqiqatdan ham bor, ikkinchisi adashmasam menimcha Uzbekistan Airwaysda yo'q bo'lsa kerak livrey. Xuddi shunday qilib boshqa samolyotlarda ham bemalol oson livrey topib olsak ham bo'ladi. Lekin ba'zi samolyotlarda Uzbekistan Airways livreysi chiqmayapti yoki shunga o'xshash boshqa livrey chiqmayapti degan uchun hozir ko'rsataman. Boeing 747-400 da Uzbekistan Airways yozamiz. Chiqmadi. Sababi Uzbekistan Airways aviakompaniyasi bunaqa samolyot yo'q. O'shaning uchun keyin vizualda ham bu samolyotga talab kamligi uchun vizual qilib ham Uzbekistan Airwaysga chiqarmagan. Endi biz A380 samolyotini ham ko'ramiz. A380 samolyoti O'zbekiston aviakompaniyasida bo'lmagan, ya'ni unaqa samolyot yo'q, lekin hozir bu yerga O'zbekistonni yozib ko'ramiz. Hozir Uzbekistan Airways lekin chiqib keldi. Sababi bu yerda A380 samolyoti muxlislari ko'p bo'lganligi uchun bunga juda ham ko'plab vizual livreylar yasalgan Rolls kompaniyasi tomonidan. A340 samolyotini ham ko'ramiz. Hozir livreysini Uzbekistan deb O'zbekiston emas, Atlas deb yozamiz. Atlas aviakompaniyasida yo'q ekan bunaqa. Hozir Emiratda ko'ramiz. Ya'ni Birlashgan Arab Amirligining aviakompaniyasi bor ekan mana ikkita. Xuddi shunday qilib she'rdan yozib pochtdan bemalol topsak bo'ladi. Xohlagan samolyotimizga istagan bilgan aviakompaniyalarning livreylarini tanlab oson yo'l bilan. Agarda bu video shu Real Flight Simulator o'yiniga qiziquvchilar uchun manfaat keltirgan bo'lsa, men juda ham xursandman. Tomosha qilganlaringiz uchun rahmat.